Aziz, jigar, ko'mirli suv filtri chiqib qolsa aytib yuborgin deysiz. Bir emas, ikkita ko'mirli kartreji bor suv filtri topib berdim. Narxi ham в общем keladi. Videoda oxirida aytaman, eshitib hayron qolasiz. Birinchisi qog'ozli kartrej. Ko'plarda ikkinchisiga ham qog'ozli kartrejdan qo'yib yuborishadi. Ikkinchisi aktivlashgan ko'mirli kartrej. Bundan o'tgan suvni ichsangiz maza qilib yuborasiz-da. Uchinchisi preslangan ko'mirli kartrej. Mana bundan o'tib ketgan mayda chuydalari mashinada qolib ketadi, jigar. Hozir qolgan bosqichlarni ham ko'rib chiqamiz, jigar. Bu suv filtrimiz. Qarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bosqichda suvimizga ishlov beradi. Mana bu amerikanskiy membrana. Bundan o'tgan suvni ichsangiz, yumshoq bo'lib, tomog'i qilmaydigan bo'lib, lo'q masladaqa shunday o'tib ketadi. Mana bu ikkita kartrej esa suvga minerallarni qo'shib beradi. Xuddi tog'dan tushayotgan suvni ichasiz, xuddi o'shanga o'xshab mazza qilib ichasiz, jigar. Ko'p suv filtrlarda mana bunaqa 100 li nasos qo'yilgan bo'ladi. Mana bunda esa 200 li nasos bilan jihozlangan. Bu degani nasosingiz baquvvat bo'ladi va ko'proq suv ishlab chiqarib beradi. Jigar, mana bularni ko'ryapsizmi? Juda ko'p datchiklar bor. Bular sizga ma'lumotlar beradi. Jigar, mana bu tabloda qarang chiroyliligi. Hozir juda ko'p boylar shundan qo'yapti. Mana bu yerda kartrejlar to'lgan to'lmaganligini ko'rsatib beradi. Mana bu yerda esa suvning gradusini ko'rsatib beradi. Mana bu yerda mana bu bachoyda to'lgan yoki to'lmaganligini yoki suv bormi yo'qligini ko'rsatib beradi. Mana bu yerda sizga kelayotgan suvning qattiqlik darajasini ko'rsatib beradi. Mana bu yerda esa siz ichayotgan suvning yumshoqlik darajasini ko'rsatib beradi. Bu suv filtrini o'rnatish juda oson. Biz sizga videosini tashlab beramiz, unga qarab bemalol o'rnatib olsangiz bo'ladi. Bu suv filtri O'zbekistonda sinovdan o'tgan. Mana o'zimiz ham mana bu suv filtridan o'rnatganmiz. Bu suv filtrining 2 yillik kafolati ham bor, jigar. Siz ham aldanib qolmang, jigar. Bu suv filtrida 8 million, 10 million, 14 milliongacha qo'ygan odamlar bor, jigar. Suv filtrlari o'zi unaqa qimmat emas, jigar. Bu suv filtrini o'zi 3 million 300 ming so'mga sotishayotgan ekan. Men boshqa xotirmen deb 2 million 640 ming so'mga tushirib berdim, jigar. Jigar, shuncha videolarimni ko'rasiz. Bitta like bosib, podpiskani bosib bersangiz juda xursand bo'lardim. Qani bosib yuborasizmi endi, jigar? Tugab qolmasin yana. Qani vodoprovod suvini o'lchab ko'ramiz. Mana TDS metrimiz 0 holatda. 411 chiqyapti vodoprovod suvimizni qattiqlik darajasi. Mana endi suv filtridan chiqqan suvni o'lchab ko'ramiz. Mana TDS metrimiz 0 holatda. 0,21. Ko'ryapsizmi? 411 dan suvni 0,21 ga olib tushib beryapti. Bismillah. Tog'dan sharillab tushayotgan suvni ichgandek maza qilasiz. Bu suv filtri kimga kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar.